أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النظر الثاني. وأما شرط العيب الموجب للحكم، يعني يندرت أشياء أزرق القيتر برشتك من ده ويكمن واجب قلدغان عيبنا شرطه، فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق. يعني bu عيب aş adam bu malını eriştin ilgiri satqıçının kolda ba ayıp buluş gerek. Hem malımlar ittifak halatda asla satqıçının qoldaki çağda ba ayıp bulup qalsa, bu çağda şunda qaytırıp biriş ya işke pul veriş meselesi kelip çıkıdı deb ittifaqlaşqan edi. Aw fil uhdati indaman yaqulu biha. Yoki uhda ichida bo'lsa degan bu uhda indama yaqulu biha. Yani mushu uhda deydigan bir narsani deydiganlar bor. Yani Maliki mazhabdagilar. Bu boshqa olimlar o uhda degan gapni tushunmaydi. Endi uhda nima deb iborat desa, asl uhda degan mas'uliyat ham bo'ldi. Ala uhdati masalan, mening mas'uliyatimda degandek ishiltadi. Bir narsani sotib olsa 3-4 kun xuddi bu satqıçının mas'uliyati ishida bo'lgandek. 3-4 kun ichida u sotib oluvchimi sal bir mas'ul ko'rilib qolsa, yandirib pasi bo'lgandek. Yani bu mas'uliyatul bai' altida demakchiman. O'da degan. Maliki mazhabda ba'zi narsani sotib olsa, bu xiyar shart qilmoqmi? 3-4 kun ichida shunday yandirib berish qoidasi bor deb turadi. Shu qoidani o'hda deb ataydi. Aybi chiqqanmi, aybi chiqmasa. Ya ayblik bir narsa ko'rilib qolsa, atida yandirib beradigan. Bunu taqa aslida izahlaydi. Fayajibu ha huna an nazkura ikhtilaf al-fuqaha'i fil uhdati. Davomiki biz uhda degan narsada fuqahalarning ixtilofini bir bayon qilib o'tib, bunda deymiz. Infarada Malikun bil qawli bil uhdati duna sa'ir fuqaha al-amsar. Demak, Imom Malik lam shu uhda degan narsa bor deb turib, fuqaha al-amsardan ayrilib chiqib uhda degan narsa bor deymiz deb. وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم. لكن ما فقهاء الأمصار دن إمام مالك يقول سواغم بلن İmam Malik'ten ilgi ötken Medine'deki tabi'i ulemalar bunların mesela 7 fakih deb tanılgan 7 ilim var. Meşhurun. Medine'lik tabi'i fuqahalar. Mesela Said ibn Musayyib, Zuhri, Urva, Muhammed ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr, Abu Bakr'ın nevrisi. Salim ibn Abdullah ibn Umar, Harice ibn Zeyd, Zeyd ibn Sabit'in oğlu. Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Avf, Abdurrahman ibn Avf'ın oğlu mesela. Yani bazıda başkana çekilişi mümkün. 7 dep 7'ni bekitişte 3-4 eylenge ittifak eden olsun mu? Bazıda çıkışını orun almıştırıp ne okul. O da abadile desek bunun katarı mesela Abdullah'ın çiremde sinonda dep ne okuldu o? Şunun başka bu 7 eylen bekitişte azra ıslap olsun deken köpüncüse enik bekitilik. Ve ma'nal uhdati, uhda diyenin manasını ma'asa enne kulla aybin hadasa fiha indel müşteri fehuve minel ba'. Şu müddet içinde uhda diyeninde ben bir müddet içindeki mesuliyet desek, şu uhda neç gün deyimiz. Manç gün desek şu gün içinde 4 gün ya 3 gün desek şu 3 gün içinde bir çatak çıkıp kalsa, eyip bulab kalsa ya eyip peyda olab kalsa, şu satqıçığı hesap buldu diyen de ibaret değil. وهي عند القائلين بها عهدتان. Anda aş Maliki mazhab veya ki Medine ulemalarının karşıda, aş uhda ba degan alimlarning qarshida bu uhdani ikkiga ayirilikan. Uhdatu salasatul ayyam 3 kunlik uhda, yana birisi 1 yillik uhda. 3 kunlik uhda deganimiz ve zalika min jami'al uyub al hadisati fiha inda al mushtari. Setvaguchining qo'lida setvagandan 3 kungacha qanday bir ayib paydo bo'lib qolsa, satqıçıga hesap degan gapken bu. Ve uhdat sana 1 yillik mas'uliyat, yani satqıçıga mas'uliyat keldi degan narsa ve hiya min al-uyub al-thalatha. Bu 3 turlik ayibga xos kel. Yani 3 kunlik mas'uliyatda qanday ayib paydo bo'lib qolsa, satqıçı hesapken. Lekin 1 yillik ayibda xil kasallikka qarta ekan. Bu ko'pincha pulning savdosiga ishladi. Bu 3 xil ayib nima desa, cüzam degan mahov kesili. Yani teri, jiringdab, paç bo'lib saq chiqadigan. Val barasi ak kesel.
والجنون سرانلق فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع مش برجل إشدا مش كسلكتن بركسلك setilgan kulda payda olup qalsa, gerçi o setilgan üçün kulga ötep bolganda payda bolgan bolsumu, lekin satqıçıga hesap qildi ekan. G'alati bir gapken bu, ha? O gachchil payda qilmaydi, asli tege bu satqıçın quldik chaqda boshlanib, yo'ning musibatda demakchi. Bu mesela ağacınınki to'liq foydalanmasdan tarafdan vaqtini qildimi ya? Qulninki qimmatini kamaytiradigan narsalar. Qimmat kamaygandikin lan mishada hukmni keltirib chiqardi dedi. Agar bu to'qpas bundan qilsa, bu o'lashni to'xtildi tag'i. O'lashmi ba'dir mishada. O'lashni istisno qildi. Kama hadatha fi sanati min hadhihi thalath bil mabi'i fa huwa min al bai' wa ma hadatha min ghayriha min al uyub. Mush xil kasaldan boshqa bir ayibli bo'lib qolsa, jigaki bo'lib qopti mesela. Ya başka kasal bo'lib qolsa, u asli qoida bo'yicha setuvag'ichiga hisob qildi. Asli qoida shu setuvag'ichining qo'lda paydo bo'lgan ayb setuvag'ichi bo'ldi-ku, ziyon shuni bo'ldi. Shu qoida bo'yicha qilamiz. Lekin ma 3 tilam satuvchiga keladi deymiz deydi. Va uhdatu thalatha 'inda al-malikiyyah bil jumlati bi manzilati ayyam al-khiyar. Bu xuddi ma bizning va jumhurning qarashiligi 3 kunlik ixtiyorlik berib nima qilg'ashi bor-ku? bir sahaba inni ukhda fil buyud esa idza ishtarayta faqul la khalaba wa liyal khiyaru thalathat ayyam degan 3 kunlik ixtiyorlik shart degan to'g'ri xuddi shunga o'xshab qoladi deydi. Va ayyam al istibra'dan bir dedekni ilib uning qo'shqil bormi yo'qmi baqishmanda saqlab turadi masalan 10 kun saqlash mumkin 15 kun saqlash mumkin işte bir hech kirab qo'shqil yo'q ekan degichi saqlaydi. Belki ko'rish yaqinlashgan bo'lsa 15 kundan keyin ko'rish mumkin. Ya bir haftadan keyin 10 kundan keyin ko'rish mumkin. Va nafaqati fiha shu muddat 3 kun ichida istibra qilayotgan chaqda shu dedekni baqirganda shunga pul xajingga o'xshash. Va damanu min al bai'. Bu ahvolda damon satqıchiga bo'ladi dedi. Satqıchiga qanday bo'ldi balki istibra bunun qo'sqidi yo'q deb manda shartli satgan bo'lsa qo'sqidi ba chiqib qolsa o'sha yondirib berish kerak masalan bo'lmasa satquvchi damon olmaydi ani 3 kun ichidami yondirib atsa bo'lgan bo'lg'achqa bu satquvchi bir damon mas'uliyati bo'lgandek hisoblabdim lekin bunda o'xshab qolmoqchi hozir ya'ni bu malikining nazaridagi bu ohda bizning ishimizga unda yaqinroq kelib qoladi bir tarafdan o'xshab qolsak demakchi. وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشتري إلا من الأدواء الثلاثة. Maka birjillikda üç kesel olsa satqıçıga boludu, onundan başqasida ağıçıga boludu depti. Çıkınmı şunda? Möhlet berip qalgan taqdirda bu çağda satqıçının kapalati astida demek ekan. Şu narsa müşterinin qo'lida bo'lg'achqa hozir ma bir yil ishi degan narsa farqlanadi. 3 kunninkidan satqıchiga. Endi bir yillikda mana va amma ahdat sana fan nafaqat fiha va daman min al mushtari. Normalda setuvchi bo'ldi. Endi illa min al adwa thalatha. Mush 3 kasallik bo'lsa, satqıchi bo'ldi. Nima uchun? Bo'lmamasdan-da sen meni qo'yib tursa Yuşursa manın eyipini. Aslında bu keselinin başlanışı sınırında başlısı bilirse. Lekin gap qilmay ya vaqtlik bo'lsa qayg'andek bo'lgan gap qilib setayotgan ya mashina voqeaga uchragan mashinani chiroyli sirlablam pal qilib gap qilib bergan lekin keyin undan buni motor bo'lolmay qolgancha tekshirsa burun bir voqea chiqargan bo'lgan mashina. Shu chaqdan da ya'ni mushu Maliki mazhabning hozir qarshiligi mushu ohda masalasidan mushuli shunda qaraydi ekan. Lekin bu to'g'ri deganlik emas. Hozir mushunning qarshini biz bir bayon qilib o'tib yaxshi. Maliki mazhabda shu 3 kun ichida satqıchining zamonati asli bo'ldi ekan. Chiqimni shu qipirda o'xshaydi. Vallohu alam. Lekin bir yillikda setib ammo 3 kesal bo'lib qolsa, u chaqda bir yillik chiqimni satqıchi ko'tardi degan gapga. Xuddi bu hozir savdo qilish orqali igidachlik o'tkalmagan, igisining igidachlik qolgandek, ani bir yil yegan ishkanning hammani igis ko'tardigandek, o'zining quli bu. Mavutmunda deb turgandek bilishgan. Va hadhihi al-uhdatu 'inda Malikin fi ar-raqiq.
İmam Malik mush uhdatı salat yoki uhdatı sana degan mush qullarni bo'ladi deydi. Lekin boshda o bir yillik avval shu 3 kasallarga xos qilgan. Keyin illarda yana uni istisno qilibdi, uni boshqalar bardaklam keyin shekilda. Yo'q, birinchisida mush 3 kasal bilan bir yil ichida ham do'st bo'ldi dedi. Keyin ikkinchisida lekin bu chiqimni kim ko'tardi? Bir yil ichida desa, mushtari ko'tardi. Lekin mush 3 kasal bo'lsa, yandiritishga yaraydigan 3 kasal bo'lsa, ay bir yillik emas, 6 oy bo'ldi, 4 oy bo'ldi baqqan bo'lsa-mu, shu 4 oylik, 6 oylik chiqimni sotqichi o'z ustiga oladi demas ekan. Hozir ikki masala bor. Mush 3 kasal orqali yandiraydi. Ha, bir yilning ichida. Endi shu bir yilning ichida shunda kasal bo'lib qolsa, baqqan jarayondagi chiqim kim bo'ldi bo'lsa, 3 kasal bo'lib qolsa sotqichi bo'ldi deydi. Bu Maliki mazhabning kam bunda gitchimachang bir qarish ekan. Şoma Hanifi mazhabning qadrini sal bilaman. Mana gitchimachang gap yo'q mazhabda. Boshqa mazhabni faqat tekshirib ko'chilab o'qimay turib, biz shunday Hanifi mazhabni o'qisak, albatta ba'zi gaplar ko'niraqlik, ba'zi shu o'z zamonida xalqning tafakkuri shunday bo'lgan ekan, hozir ba'zi narsa bizning qalbimizda bunday gap bilan deydigan gaplar jiq chiqdi. Sonra bu Hanifi mazhab bo'lmaydi ekan deymiz. Lekin endi bo'lmaydi ekanda boshqa shunda isloh shay desak, undan taqa bakrak bunda yalg'ash gap chiqib qolishi mumkin. Bu ham bir bakbe yo'qlan gap emas. Fuqahalar tabi'ildan 7siniki, tabi'ilning olimlarining 7sinin qarishi ekan. Bunun boshqa Madina olimlari. İmam Malik taqa. Bomba. Lekin shundan bizga yoqmadi hozir. Shundami? Bizning kallamizga o'tmadi. Hamma mazhabda shunda gaplar bor. وهذه العهدة عند مالك في الرقيق bu quldan bo'lgan gapga ma İmam Malikning nazarida mush uhda degan masala qul savdosidan bo'ldi debdi. Va hiya aydan waqi'atun fi asnaf al-buyu' fi kulli mal qasdu minhu al-mumakasatu wal muhakara. Yana taxa bosh turli savdolarni bo'ldi deydi. U savdildan mushunda baho talishib yani tas so'zilishadigan bunda bir so'zsetiqli bo'lib qolsa, ya'ni shuningdimi shu uhda degan gap bor demak ekan. Ya'ni birinchisi raqiqda bor, ikkinchisi qat bahatalishib tas so'ziladigan bunda bir bo'lib qolsa, shundan bor. Al mumakasa bu bahatalishish. Mana shu biramlar yo'q. Mana shu qo'shay, mana shu qo'yib qo'ysa, u bundaje nima qilib talashda so'zilishni mumakasa deymiz. Xuddi musavama masalan. Vel muhakara degan ihtikar qilishda ekan. Mallam ilvasan bo'pti mani deb hammadan bir o'z nafsini sho'tartib, o'zining ilkiga chigizilib, monopol qilib ishdak bundan narsani ko'zlaydigan so'dildi. Ya'ni ihtikorga munosabatli gapman. Va kana bayan, ya'ni nah anda bir so'dlashtiq deb qilgan narsilda. Lekin la fi zimma, nisi so'da yoki bir omonatdak, ya bunda bir gaplar bo'lsa, uningda uhda degan gap yo'q demak ekan. هذا ما لا خلاف فيه في المذهب. مالكي مذهبda mush yuqorqilarda ixtilof yo'q deydi. Va ixtilofa fi g'ayri zalik. Undan boshqada Maliki mazhabning ishida ixtilof bor ekan. Bu mush gapning hammasi uhda degan gap, mush Maliki mazhabning ham gapi. Boshqa uch mazhab bu gapni qilmadi. Maliki mazhabni ko'rsatdi. Maktabda al-mazhab desa Ibn Rushd Maliki o'qishqa Maliki mazhabni ko'rsatdi. وأهدة السنة تحسب عنده بعد أهدة الثلاث في الأشهر من المذهب. İmam Malik'nin nazarda bir yıllık uhda mas'uliyat qachon boshlandi desa, qachonni tartib hisoblaymiz desa, 3 kun uhda tugagandan keyin, akishlik uhda tugagandan keyin, undan keyin 4-kundan tartib 1 yillik uhda boshlangan ekan. Fil ashhar min al-madhhab. Yani Maliki mazhabining mashhur qarashida shunday ekan. Davon ekan bu nimani ko'rsatadi? Yana boshqa bir g'ayri mashhur qarashning birisi ya ikkisi borligini bildiradi, nima? Lekin shu martani. Musha hisobdan. Wa zamanul muwada'ati yatadakhalu ma'uhdati thalath. Muwada'ni nimdan to'q bir dizakni oldi. Algan ekan, buni qo'shqili bormi, yo'qmi buni o'qib baqish uchun da so'da taqa arliqda qolgandek bu. Fi marhala baynal marhalatayn, mu'tazilning mustak. Fi manzila baynal manzilatayn. Kichini bir shaxsning o'z omonat qo'yla, ens qo'shqili qo'ysansiz, Alloh qo'shqili bog'lab qolsansiz, men qoldi deb boshqa birisining uyiga omonat qo'yib qo'yishni tutishgan dedik. Umumda bir hafta yo 10 kun saqlab qo'yish mumkin, yo 20 kun masalan. Ez ko'rganga qadar. Va zamanul muwada'a mushu vaqtimda kutib turgan vaqt yatadakhalu ma'uhdati talat 3 kun bilan kirishib ketadi. Yani bunun 15 gün saklaydıgan bo'lsa balki dastlabki 3 kun shu shu hisoblab ketadi. İmkana zamanul muvadaati atwala
min ahdati salat. Demek muadaninki zamanını biz aniq manchilik deyilmaymiz. Mesela adet ko'rishni oyda bir ko'rdik o. Ko'rgankan bo'lsam, so'l bitgan chaqda taqa yana saqaygan bo'lsa, bu 20 kundan keyin, 25 kundan keyin ayrilishi mumkin. Yoki adet ko'rish yaqinlab qolgan bo'lsa, 5-6 kundan keyin adet ko'rib ayrilib bo'lishi mumkin. Lekin 3 kun ortiq bo'lgan ahvolda deydi. 3 kun ashunga kirishib ketadi. Mesela 6 kundan keyin nima qilgan bo'lsa, başki 3 kuni shu adat salasi hisob. Yani qolgan 3 kuni shu muvadaa zamoniga hisob demoqchi ekan. Ve ahdet seneti la tetadakhal ma ahdet istibra. İstibra manda şu dedekni ilib qo'shil bormi yo'qmi uqib baqish uchun saqlayotgan holatni demoqchi. Shu chaqdagi mas'uliyat bilan kirishib ketmaydi bu dedi. Bir yillik. Yani u ayrım bu ayrım buldunmi? İstibra bir hafta ya 10 kun olsa ona bir hisoblaymiz. Andi 10 kundan keyin masalan, andi bir yilning birinchi kuni boshlanadi demoqchi. İstibra şunu melaqda sağlam sağlammasın. Ya qo'shil bor yo'qni uqib baqish uchun, yani istabra bi hayda dedik-ku. Sabaya o'rtasida istabra bi hayda dedimiz. Bir hayz kasa qo'shil yo'qkan deb xo'jayin yaqin kasi bo'ldi demoqchi. Shu chaqdini saqlab turish var. Shu saqlab turish bir yillik nimaga kirishib ketmaydi ekan. Bu ayrim hisoblaydiganmiz. Hada huwa az-zahir min al-mazhab. Demak, mazhabning jalliqroq nimasida mushunda va fihi ixtilof. G'ayri zahirda boshqalar xil gapni qilib qo'ydi deydi. Ixtilof bor. Direktki qo'shiliblar so'l buzuvchilar. Amma mumkin. Setvaguchi bu direktni erishdim maqsadi. Bunda birlola foydalanish masalan. Ma tarafidan bo'lsa, qo'saq ko'tarib, tug'ib, buni qo'y bir muddat unda yaqin gap qilmaydigan ahvol bo'lsa, foydalanmayman deb, olmayman deb tursin. Hozir umumlarning satmas masalasidan bakrak, bas satqichi yeni oladi undan. Yaqinmayman. Wa qala al-fuqaha as-sab'a la yatadakhalu minha uhdatun ma'a thaniya. Madinaga tabi'ildan tarqitib yettifaqi, mashhur yettifaqi o ohdil bir-biriga kirishib ketadi. Bir ohdini nima qilamiz? Undan keyin unda yanisi boshlaymiz. 3 kunlik desak, 3 kunlikni bir tugatib, 4-kundan tarz bir yillikni boshlaymiz. Istibra qilsa, uni tugatib, undan yana bizni boshlaymiz demoqchi ekan. Yani İmam Malikning qarashi bilan fuqahaning qarashida azroq shuna farq bor ekan. Tadaxul bo'lamdi, bo'lmamdi, tugagandan keyin boshlamdik ya, shuni boshlanishi bilan tang boshlamdi deganda. Ba'ol tadaxul bo'lmaydi debdi. Fa'uhdatul istibra avvalan. To'g'ri, istibrani bosh bir hisoblab, uni bir tugatib, yoki uhdat salasini tugatib, uhdat salas bo'lgan so'dilda. Summa uhdat sana, andin uhdat sana boshlandi. Bu birisi boshlanishi bilan tang boshlangan ish yo'q demoqchi ekan. واختلف أيضا عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها. İmam Malik ham bu bizning bir kallamizlik ish ma bu. Lekin boshqa jutlarning kimamda so'zlarni qazo xonimlar bir taraf qilishda ashulug'im mush ohda degan gapni tanab mush qarashni. Mush bo'yicha hukm qilamiz deb turib olamdik yoki biz o'tirib chiqqan bizning qarashimiz ma bu. Biz o'zimiz amal qilamiz. Bizning salaflarimiz tabi'illarimiz amal qilib kelgan. Biz qanoatlandik. Mush bo'yicha amal qilamiz. Boshqa jutlar Bag'dod, Kufa, ular boshqa imomlar bor. Yani onun o'zining ishi deb o'tiramdik degan masalada ishqil bo'lib qoldi. Ya bu xuddi bu bir urf-odat tek bir narsa qarab bunga. Madinaning urf-odatini biz boshlarga tangsak, shu bo'yicha hisob bo'lamdi yoki hisob bo'lmamdi demoqchi ekan. Faruya anhu al-wajhan yulzam la yulzam deb ishqil qarash Imom Malikda rivoyat qilindi. Fa idza qila la yalzam ahla hadhihi al-baladi illa yakunu qad humilu ala zalik. Va shu qonunni sizlarga shuni ijro qilmazam deb xalifa ash qonunni bekitib, shuningga shu qonunni sho'liga hukmron qilib qo'ygan bo'lsa, ijro qilgan bo'lsa, shu chaqdandan mush bo'yicha hukm qilamiz deyilibdi. Fahal yajibu an yuhmala alayha ahli kulli balad am la? Demak, shunda har bir jutning aholisini mush qonunni zo'rlash, mush bo'yicha ish tutmamiz deb boshqalarga tanish kerakmi, kerak emasmi deganni ish qil qarash. Demak, bu shu mazhabga mush qarashning dalilining ojizligini ko'rsatadi. İmam Malikmi mush zodi amal qilmasak bo'lmaydigan ishda desa, boshqa bunda qilish kerak deb deyaladi buni. Yani boshqa kelgan chaqda buni tanqilib bo'lmaydi deb tursa, bu hamda biz o'zimizning shaxsiy qarashitdi ma deganda to'xtab qolganda bir ahvol. ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط. نقد degan naqd pul berish degan bo'ldi.
Aş üçgen işide şart qismi pulni naq berish kerak emas. Xuddi pulni bermay saqlab turgandek tur ekan. Va'dama fi ahdat sana. 1 yillik ahdi boshlangan chog'da lekin u pulni berish kerak. Chunki 1 yil pulni bermay bunda tursa u bo'lmaydi. Lekin üçgenga az vaqt bo'lgan ekan, pulni bermay aholi qarab boqay desa mayli demak. Wal illatu fi zalika annahu lam yakmul taslimul bay' fiha lil bay'. Nima uchun desa, uningda satquchi sotilgan narsani to'liq topshirib bermagan holatda. Balki uning kamiri bor ekan, azroq kamiri bo'lish ehtimoli bor ekan. To'liq topshirib uzilib ketmadi demak. Ya'ni baya nabiyani to'liq topshirib berib bo'lmagandek demak. Qiyasan ala bay'al xiyar mana. Majmuhurning nazariga ash bay'al xiyarga o'xshash. Masalan, valiyal xiyar salata ayyam degan bo'lsa, shu 3 kun ichida tovar to'liq topshirilib, so'd kutib bo'lmagandek bir ahvol. لتردد النقد فيها بين السلف والبيع. Endi nima uchun mushchaqda pulni naq berishga zo'rlamayman desa, pulni naq berib qolsa, keyin undan u tovarni qaytarib berib, pulni qaytarib oldigan bo'lib qolsa, bir savdo bordek, ya'ni qarz berib qo'ygandek ish bo'ldi. Xuddi tovarni sotgandek, yana undan bunga bir pul o'tkazib qo'yib, keyin 3 kundan keyin u pulni yana qaytarib oldi-ku. Undan keyin bu ham savdo ham bir qarzdek bir kashil shu. U salaf va bay'dan Tosqa hadisli batte demek ekan. Salaf vel bay'ga salaf. Yo'q, bayna salafi, yani qard demek. Baynal qardi vel bay'. Salaf nishon qard ma'nosida. Masalan, sizlar bir narsani sotib oldilar. Sotib olgan chog'da 3 kun saqlab turib, uni saq chiqsa ya yarasa, undan pulni berma, demoqchi burun pulni berib qo'ysa bundan. Pulni berib qo'yib 3 kun ichida misla ixtiyorlik bo'ldi desalar, 3 kundan keyin yarmay qilib yondirib ama yondiribsizlar, berib qo'ygan pulni qaytarib oldilar. Xuddi sizlar qarz berib bu odamga o'tkazib qo'ygan pul keyin qaytarib olgan qarzga o'xshadi demakchi. Endi tovar bo'lgan ekan, bu bir tarafdan savdoga o'xshab qoldi. Undan keyin ham savdo ham qarzni o'z ichiga olgan bir to'xtamdan iborat bo'lib qoldi. Rasululloh nahan salafin va bayan. Ham qarz ham savdo aralashgan bunda bir savdodan chekldi. Hadis bo'lgan ekan, bunda chataqaga berib taqilib qoldi demakchi. Fadi kulluha mashhurat ahkam al-uhdati fi madhhab Malik. İmam Malikning mazhabidagi uhdining mashhur ahkamlari. Uning boshqa tafsilotlari bor, bizning kirmidi. Wa hiya kulluha furu'un mabniyatun ala sihhatil uhda. Mushkullik, jinlik o buda tafsilotlar hammasi nima ustida qurilgan? Uhda degan shu nazariya, mush qarash to'g'ri edi deganning ustiga qurilgan gaplar. Yani biz uhda degan gapni tigidin, uldin qaltiriblan Peki çıkıp kalsak, üstüge kurgan furanımızı güp uçtan. Yani İbn Rüşd şunda qilmoqchi. Fal narja ila taqriri hujajil musbitin laha wal mubtilin. Tarafning dalillerini, mush ohda bor deydiganlar, ohda degan gap yo'q deydiganlar ikkisining dalillarini bir isbotlab baqaylar, muayyanlashtirib baqaylar, tahlil qilib baqaylar deydi. Wa amma undati Malik rahimahullah fil uhdati wa hujjatu allati awwala alayha. İmam Malik'nin uhdini ispatlash, uhdi nazariyasini ispatlash ishida asos tayangan dalili fayya amalu ahlil Madina. Madina ahli amal qilib kelgan ish. İmam Malik'nin usullarining qatorida al-kitob va sunnah, ijma' al-qiyas da tilab amal al-Madina, ijma' al-Madina degan bir usul qoidasi bor. Madinaliklar amal qilib kelgan. Madinaliklar amal qilib kelgan kim bu amal shunda biz yuqoriroq Örlesek nedir takıldı şu Resulullah'ın ve sahabe-i kiramlarının devri asr saadetin kelgen iş oludu bu. Şunda doğmuş kelgen ondan bu hüccet dediğim bir karış var. Yani bu karış aciz bolsun mu? İmam Malik şu karışığı tayinipti. Bu İmam İbn Rüşd Amal Ahl Medine'nin hüccet emasligini burun bir babda uzun to'xtalgan. To'xtalib bunun sal acizligini isbotlab o'zining qarashini o'tirib qo'ygan. Gerçi bu İmam Maliki mezhebining bo'lsa-mu, lekin Maliki mezhebining tanqidlash kerak bo'lgan qarashini tanqidlar. Wa amma ashabuhul mutaakhirun, endi İmam Malik şu Amal Ahmed'in şunun tayanda. Endi keyingilarchi, endi keyingilar boshqa mezhebchilar bilan munozirlashidi, tutishidi. Sizning bu mezhebga maqarash ojiz, buning dalili yo'q deb turilishi mumkin. Endi İmam Malik Amal Ahmed'in degan bilan bu boshqa amallarni qabul qilmaymiz. Unda gap yo'q desa, buni qanday qiladi keyingilar? Boshqa qabul qilgan dalilni izlab, tadqiqlab mana bunda dalil bor deyishga tirishib. Şu onun keyingi shogirdlari, mutaakhirun deganimiz İmam Malikning bo'lsin, boshqa mazhabda asosan shu 300-yillardan keyingini ko'rsatadi. G'aliban
Şu zincirlerin kim gelgen şagirdleri فَاِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ الْحَسَنِ بْنُ عُقْبَةِ İbn Amir. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle uhdetur raqiqi 3 eyyâm. Bu hadisini delil qildi. Amal ahlul Madinani e'tirof qilmamsiz qilmayman. Unda hadisning dalilimiz bor bizning deb ma'no ekib. Ya'ni qullarninki mas'uliyati, ya'ni sotqichining mas'uliyati 3 kungacha endi bo'ladi degan. Agar bu sayolab qolsa, mas darajalik dalil. Zaif. Buni Imom Ahmad va Tirmiziy qatorliq jiq hadislar rivoyat qilgan, lekin ba'zilari ancha-muncha o'xshamasligi mumkin. Hozir bu nimasi uncha boshqa vaqtda sanaga qancha qarshi qolmadi. Endi bir yildan oldin aytib qullar qilgan bular. Ha, bular odatlarda salasayyan deganni bir nima qilib o'tib, ondan mushuning ustiga dastlab turib, ondan abjir deganni unda tatbiq etilishi mumkin. Ya'ni ma'noni qiyos qilish mumkin. Chunki hozir bu odat salasini bir ko'rib baqilib buni dalil bormi yo'qmi demoqchasi. Odat salasida Amal Ahmadiyning tayinda ondan ma hadisni ekibdi bular. Lekin qarasak uni Al-Hasan, ya'ni Hasan Basri Uqba ibn Amirdan rivoyat qildi. Hasan ibn Basri Uqba ibn Amir bilan uchrashib boqmagan debdi. Ali ibn al-Madini masalan, ahli hadis bu ikkala uchrashmagan. Undan bu nima bo'ldi? Munqata. Yoki da'ifan. Wa ruwiya aydan la ahdata ba'da 4. Ya'ni xuddan 3 kungacha bo'ldi, 3 kundan keyin unda bo'lmaydi degandek, men bir qo'shimchadak. Bu rivoyatni Ibn Majah rivoyat qilgan. Bu rivoyatni kapdi. Bundan boshqa so'zlar xil iboralardan kelgan bunda rivoyatlar bormi? Shu ahda to'g'ri. وروى هذا الحديث أيضا الحسن يعني حسن البصري عن سمرة بن جندب يعني جندب الفزاري رضي الله عنه. Biz yuqorida ba'zi temalarda Sima al-Hasan an Samura degan to'xtaldik. Hadis ilmida Sima al-Hasan an Samura degan mashhur masala. Hasan Basri Samuradan hadis rivoyat qilganmi, anlaganmi, endi shuni qarash var. Birisi anlagan, birisi anlamagan. Yani oturup turgan qarash, haqiqiy hadisini anlagan, undan boshqani anlamagan degan qarash. Nolga bu haqiqiy hadismi? Ya, bir qarashda anlamagan desa, anlamagan işte. Yani haqiqidan boshqa anlamagan desa, yani anlamagan. Vakil al-hadithayni inda ahli al-ilmi ma'lul. Ma'lul degani birinchisi Uqba ibn Amirdan rivoyat qildisi, u ikkala uchrashmagan. U qanday rivoyat qildi? Demak bu illat bor. Ikkinchisi Sima al-Hasan an Samura anlamagan deb qolsa, bu ma'lul bo'ldi. Yoki haqiqiy hadisdan boshqani anlamagan desa, endi ma'lul. Ham ma'lul bo'lishi birinchidan sanatga kashilar. Hasan Basri ashkaylar bilan shurif hadis anlab boqmagan. Yana bir kashilar buning lafzlari 15-20 xil kelgan. Ixtilof fil matn. Yani buni ittirob deb qo'ydi hadis olimlar. Bak igizpas kelgan. Bu bir xil hamda ojiz yanini ko'rsatgan narsa. Ma'lul. فإنهم اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة رضي الله عنه وإن كان الترمذي قد صححه ترمذي عند anlığanlığı sayıdı semo, lekin başkalar şu anlamada ya hakiki hadisin başkını anlamadı diyen qaraş şu jallı. Lekin Tirmizi anladı diyen qaraşın tutqanlı bo'lishi mumkin. Ve amma sa'ir fuqaha al-amsar, mesela İmam Abu Hanifa, Şafii, İmam Ahmad ve Evza'i ibn Abi Leyla, Leyth mesela bula فلم يصح عندهم في العهدة أثر. بولا عهد meselesinde bir sahih bir eser degen şöyle dedikse, müşkitatın ıslahında eser degen hadis. Eser bizning qarshimizda unda sahih bir hadis yo'q deb turibdi. Wa ra'aw annaha law sahhat mukhalifatun lil usul. Navadimiz sahih hadis kelgan taqdirdimi usulga xilof. Yani usul xilof desa sahih hadis kelgan bo'lsa, qanday qildi? Yani bir mazhab, ba'zi bir mazhab usul xilof deb uni yana rad qilibdi. Yani İmam Ahmad ya Şafii'den birisi qilib, ma ayrim o'zaligi asl bu. Ya qo'shimcha, mesela nima shunda deb turoldi? Musarraning hadisini. Shuna deyilishi mumkin. Muxolifat usul bo'lgandan keyin taxma ajizamda. Ya'ni islom boshqa, shunga o'xshash narsalarda butun so'zlikda qurgan shu usul qoida buni zikrildi. وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري. بعد قبضه خطأ بس. ما توغر نسخة بعد قبضه. Bir so'zini qilib setvoqchi u tovarni qo'liga o'tdi deb bo'lsin ama o'tdi deb bo'lgandan keyin bir ayib uning qo'ldagi chog'da paydo bo'lib qolsa, bu mushtari ko'tarilib uning zinnini degan ittifoq qildi. Lekin qo'lga olmasdan burun bir ayib tukulib qolsa, kim ko'taribdini? Satqich ko'taribdi. Fattasisu limithli hada al-asl al-mutaqarrar inma yakunu bi sima'in sabit. Undan keyin mushunda mustahkam bir qoidani
ijmo olib ketgan qoidani linchtab masalan xaslashtirib uni asta ma masala istisno qilinganida bunda deyish uchun sey bir hadis bo'lmasa u bek mazmut ijmoni medilat qilinmaydi. ولهذا ضعف عند مالك في أحد الروايتين عنه أن يقضي بها في كل بلد منه. مشندا عاجزلق بوغلق شون İmam Malik ikki rivoyatlarga buni hamma shahar xalqiga tang'il bo'lamdi, tang'ilma amal qilishga zo'rlamamdi degan masala bor. Shuni bir qarashda boshqaligida tang'ilmaydi deb bo'shab qoldi dedi. Bunda ojizlik taraf bo'lg'achqa. Bu shariy masala bo'lsa, lekin shariy masala bo'lganmi, ijtihodiy masala, dalili bunda ojiz bir masala bo'lgan ekan, u o'zining qanoatida, o'zining chiqargan qoidasi bo'yicha qanoatlandi. Lekin boshqalarni ham qoyil qilolmaydi, ham o'zining ashunda sal mavqeatning ojizligini o'zi his qildi. Shundan boshqalarga bak kuchab unda tinib ketishini mumkin. İlla yakuna zalika urfan fil balad. Faqat lamda Madinaga o'xshashanda boshqa bir shaharda bunda bir urf odat bo'lib qolsa, au yushtaratu ya'ni shart qilinib nima qilsa, mayli o'chaqda shu bo'yicha sud ishlarida bir taraf qilinmaydi debdi. Va bi xasatin odat sana bularmi bir yillik, 3 kunlikka salam bir ajiz bo'lmaydi, va bir tayandigan narsa bor. Uningda bunda desak, lekin bularmanda bir yillik kelgan chog'da qat'iy boshqalar tang'ilmaydi. Chunki unda ajiz bo'lsin dalil yo'q. Odat salasida ajiz bo'lsin dalil bor. Unda bir yillikda ajiz bo'lsin dalil yo'q. فإنه لم يأتي في ذلك أثر يعني لا صحيح ولا ضعيف. وروى الشافعي عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث منها. ابن شهاب كنت زهري. بعض ابن شهاب كل بعض زهري ده. سنة إيش كده ده بقول لكم ماي. ابن جريج زهري دين سربته. زهري ما شو مدينة يتفقانون برسد زوج. Muşu İmam Şafii rivayet kılanımda İbn Cüreyç depti. Men İbn Şahab Zuhri'den muşu 3 günlük, 1 yıllık ohda dengep doğrusu sorsam, faqala ma alimtu fiha emran salifa. Men burun qıladım da bir işni bilip bakmadım. Yani bizning zamanımızda bor bu. Lekin ilgirki yillarda borligini men bilmadim depti. Yani sahabaning vaqtida yo'q demakchi. فإنه لم يأتي بذلك أثر Odat sanada hadis kelmagan. Odat salat keldi. Demak, sahabaning zamoni yo'q ekan. Bu Madinalikda keyin bunda bir paydo qilib olgan odat ekan. Wa iz qad taqarrara al-qawl fi tamyiz al-uyub allati tujibu hukman min allati la tujibu. Endi biz yuqorida Malikining va Ahda masalasiga kirib ketdik, lekin kirishdan ilgari biz qanday ayiblar, ashunda yandirib o'tish, ajraq pul qaytirib berishda bir hukmni keltirib chiqirdi, qaysi keltirmaydi deganda to'xtalib muayyanlashtirib bo'ldik. Buningda shartlashishni to'xtab o'tdik deydi. Va huwa an yakuna al-aybu hadithan qabla al-bay'. Qachon yandirish, ashunda pul tutilish bo'ldi desa, setishdan ilgari bo'lgan ayib bo'lsa, sotqichining qo'lida turib paydo bo'lgan ayib bo'lsa, bo'ladi deb. Endi aw fil uhdati indaman yaral uhda. Yoki Maliki mazhabda uhda degan nazariyasi bo'lg'achqa, bo'lgan shu uhda ichida paydo bo'lsa, uhda ichida shunda bir ayib paydo bo'lib qolsa, 3 kunda do'mas. 1 yil shu 3 xil kasallikda. Bunda bo'lib qolsa, yana yujibu hukman demak. Ya'ni shu qaytirib bas berdi yoki unda ayib bo'lgan buning qarshilik pul yandirib qo'ysa deyish mumkin. Lekin bu Maliki mazhab xos gapmi? Fal nasr ila ma baqi. Navonkin qapqagan ashunda hukmni ijob qildigan ayiblar to'g'riliq qapqagan masalaga o'taylik. الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير. Ayında yandırıtışını yoki azroq pul qaytirib berishni keltirib chiqarilgan aybning hukmini bilish edi. Qanday chaqda idza kana al-mabi'u lam yataghayyar. Sotilgan tovar o'zgarmay turgan bo'lsa, buning tafsiloti bundan. Va idza wujidat al-uyub, sotilingan tovarda ayb ko'rilishi nima? Fa in lam yataghayyar al-mabi'u bi shay'in min al-uyub 'inda al-mushtari, sotilgan kishining qo'li o'tgandan keyin hech qanday bir ayb paydo bo'lmay, bunda turgan bo'lsa, فلا يخلو شيء احتمالdan xoli emas. Ay yakuna fi aqarin aw urudin aw fi hayvan. Bu sotilgan tovar yer, mulk, zamin bo'lishi mumkin yoki odatdagi mol-mata tovar binasi bo'lishi mumkin yoki hayvon uloq bo'lishi mumkin.
فإن كان في حيوان فلا خلاف. عند حيوان ستلغن أهوالدا اختلاف yok. أن المشتري مخير بين يرد المبيع ويأخذ ثمنه. يا malını qaytarıp berdi. Eybi vakim bunun da. Malını qaytarıp bergenden keyin pulni qaytarıp oladi. Yoki yana bir ixtiyori an yumsika wala shay'a lam. Bu eyibga qarshi pul to'latmay rozi bo'lib bilan shu hayvonni o'zi bitib ketaverdi deydi. Ya qaytarsa ya qulonni qoldi shunga rozi bo'lsa demoqchi ekan. Bunda ixtilof yo'q edi. Bu fala xilaf degani shu Maliki mazhabining ishida ixtilof yo'q demoqchi. Maliki mazhabining ishida gaplar taqadi. Biz uning sirtiga alqimidik masalada. Demak, Maliki mazhabining ishida hayvon olib qolsa ixtiyorlik yo'q. Ya hayvonni qaytarib berdi, yoki qo'lda bo'ldi. Wa amma in kana aqaran hamda yer mulk olib qolsa, fa malikun yufarriqu fi zalika bayna al-ayb al-yasir wal-kathir. Yer mulk olib qolsa, İmam Malik az ayb bilan ko'p aybni ayiradi ekan. Fa yaqulu in kana al-aybu yasiran lam yajib ar-rad. Ayb azg'in narsa bo'lsa qaytarilmaydi. Qaytarish haq bo'lmaydi deb. Va vajibat qiymatul aybi va huwa al-arsh. Bu chaqda shu aybni bunda baholaymiz endi. Shu aybni baholaymiz. Masalan bir uy oldi, bino oldi. Yana qarasa bir temi ya turus chek ketgan. Bir tam chak. Bunda bir ahvol bor ekan. Ya zaylab sirlangan, aqatga yal tushib ketgan, o'lib tushib ketgan emas. Tamlar. Bunda bir ahvol bo'lsa, uni qaytarib yurmay, nima ekan? Mush ketgan chakni biz baholaylar, shuning qarta azroq pul qaytarib berasizlar. Men ko'p qaytarib beram demas. Bir uy so'zish qilgan bo'lsa. Shunda demoqchi ekan. Al-arsh degan odatdan darish jinoyatda nimaga ishlatibdi? To'liq deyamas, qachon bir a'zo va hokazoninki to'lamlarga ishlatibdi. Al-arsh. To'lama. Azroq pul to'lab berish demoqchi. Maka demak sidravchi Muğan. Sonra aşkın taşıp aldı. Öyle sirep, ottasında o karısa tamdım bir yer çek gitti. Ağaççıda bir bu önün ben saklap oyluğan bunda tamları çeketke yer varken en sirep kaldım o. Kıymet asaptım diyendik onda olsa ama çek ketken işga men kökaytırıp biray. Tabi bunda fütüsü buldu dedi. Ve in kana kathiran vecebe rad. Eğer bek çoğun ayıp bir ahval bo'lib qolsa qaytarib berish kerak. Cho'ng ayıp deganimiz ham buning turiklaridan biraz pokda o'tirishib ketgandek bir sadaq chiqqan bo'lsa, o'chaqda yo'qman, olmayman deb qaytarib bersa bo'ldi. Masalan, ba'zi o'yinlar sodil qilib qo'ygan ekan, ba'zi gaplar oshkor bo'ldi. Voy buni yermilik injenerlar kelibmi ekan? Buni bunda xato silinib qolgan, bunda chatiq bor deb ogohlantirib ketgan emasmi deb besfok deb qo'ysa, shundan bir pendirdan gap. Hada huwa al-mawjud al-mashhur fi kutub ashabi. Ya'ni bu İmam Malikning shogirdlarining kitoblarida bab bo'lgan mashhur qarash edi. Va lam yufassil al-Baghdadiyun hada at-tafsil. Endi İmam Malikning Bag'dodlik shogirdlari yoki shu Bag'dodlik shogirdlarining shogirdlari. Endi bu İmam Malikning mazhabida al-Baghdadiyun, al-Madaniyun, al-Misriyun deb bunda 3 xil madrasaga ayrildi. Misrlik shogirdlar va Afrikalik, Madinalik shogirdlar va Bag'dodlik shogirdlar va. Endi shogirdlar o'zini juda ketgandan keyin asta bir nima shakllanib, bir mazhabning ichidagi 3 xil iqlim shakllanib nima qilgan. Shu Hanifi mazhabimi, esa Iroqiyun va Mavaran nahrining ulamolari va ulama Samarqand masalan, ulama Balx deb ayrimning qarashlari bor. Shafiy mazhabimi Xurasaniyun va Iroqiyun, Misriyun degan ayrishi bor. Bag'dodlik shogirdlari yoki Bag'dodlik olimlar Maliki mazhabdagi bunda tafsiliy bayon qilib ketmoqda. Wa amma al-urud fal-mashhur fi al-madhhab annaha laysat fi hadha al-hukm bi manzilati al-usul. Urud deganimiz yog'och, gilam, kiyim-kechak, shunda narsa keraklar. Mush tovarlarni. Zimin yermilik bilan hayvondan boshqa narsani urud desak, Maliki mazhabining mashhur qarashida annaha laysat fi hadha al-hukm. Mushu masalada, ya'ni ayb chiqib qolsa qaytarib berish degandek masalada usul naslga o'xshamaydi deydi. Usul nasl nima deb iboratda? Misol hayvonot, oltin, kumush, masalan, ma'nosiga o'xshamaydi demoqchi. Va qad qila innaha bi manzilati al-usul fi al-madhhab. Shuning o'xshash deganligi bor ekan, ojizroq qarashda. Endi o'xshash desak, hayvonga o'xshash hukmini beramiz ham.
وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما. Muşu qiyla degan muşu aciz qarashni mening cho'ng dadamning shayxi Abu Bakr ibn Rizq degan ash faqih tanlagan qarash deydi. Abu Bakr ibn Rizq Ahmad ibn Rizq degan muşu olim ekan. Ya'ni usulga o'xshash arudmo demoqchi ekan. Va kana yaqulu innahu la farqa fi hadha al-ma'na bayna al-usul wal urud. İkisini o'tirib farq yo'q deb turibdi. Va hada allazi qalahu yalzamu man yufarriqu bayna al-ayb al-kathir wal qalil fi al-usul. Yani usuldimi az ayb bilan ko'p aybni o'tirib taqvo degan var. Masalan, İmam Malik dedi, o'yladi, shunda dedi masalan. O'ylarni shu usul deb qolsak, shunda farqli deganlarga qarta mush qarashni tutish kerak deb qoldi shuni. Ma'noda az ayb bilan ko'p aybning farqi bor desang, aruddimi az ayb bilan ko'p aybning farqi bor deyishing kerak. Chunki bu savdo bo'lgan narsaning pulini uyan qilib turgan narsa. o'xshash. Ya'ni ay yufarriqa fi zalika aydan. Ya'ni shundan farq deb qarash kerak. Ya'ni shu arudmi farq deyishing kerak demoqchi. Fil arud wal asl anna kullama hatta al qimata annahu yajib bihi rad. Wal asl deganmi? Mush asl qoida qanday desak, tovarning qimmatini to'ltirganlar, tushirtirganlar ayb bo'lsa, shu bilan qaytirish kerak bo'ldi. Qaytirish haq bo'ldi. Az olsun ko'p bo'lsin. Hozir Maliki mazhabining qarshini tanqidlayotgandek. Masalan, 100 ko'ylik narsani aşı ayb bo'lganlik uchun 90 ko'yga tushib qolgan bo'lsa, ashundan qaytarsa haq bo'lish kerak dedi. Qaytara olish kerak dedi. Va huvallazi alayhi fuqaha al-amsar. Mana fuqaha al-amsar mushqarashda. Ya'ni qimmatini shunda to'ltirganlar bir ayb bilib qolsa, yendira oladi. 100 ko'ylik narsani 98 ko'ylik shirpa 2 ko'ylik bir ayb bilib qolsa yendirib. Menda ekan. Menda jijiq kelmaydi. Yani sürülüp gitken, öndürme deb turasa haqliqdi. Demak, bu jumhur ulamolar, Malikiydan boshqalar mushunda qaraydi ekan. Albatta, shu rajihimda. Hozir Imom Ibn Rushmo bu jumhurnikini tarjih qilyapti. Asli qoida bunda, fuqaha al-amsar bunda qaraydi degani, mushuni tutish kerak. Bizning Maliki mazhabning nilarsal bo'lmaydi. Ajizmiz. Az ayıp köpeği parmayla ayırmay ayıp bulup bu ayıp bazını töltüdüğün bolsa öndürşek var. Çünkü bu pul meselesi. Ayıpның meselesi. Adam bəgən pulu qosqa araydıgan. Ondan ki şu pulunu töltüdüğün bolsa, ben qimmat absaltım bunu. Asli manç pulga layiq ekan deb öndürüşüp o'rnagan. ولذلك لم يعول البغداديون فيما أحسبوا على التفرقة التي قلت في الأصول. Bundan keyin başqa fuqahalar İmam Malik usulda azgina farq bo'lib qolsa mayli deymiz dedi-ku. Bag'dodlik shogirdlari İmam Malikning ya usulda azgina farq bo'lsa mayli deyotmaymiz. Chunki u azgina farq shuni bahona uyan qilyotdi. Masalan 100 ming ko'y bir uyag'im bo'lsa, azgina kichikkan bir tamdan chekketgan bir aholi bo'lib qolsa, ming ko'y tuvan bo'lishi mumkin. Undan ki bu az farqmi hozir bahona to'ltatdimi? To'ltatdi. Undan keyin to'latganlar ahvol bo'lsa, u chaqda shuni bilan yondirish haqqi bor degan edi. Yani Bag'dodlik olimlar ma fuqahalar amsara Iroqning Abu Hanifa, Shafiy ma'lumlardan to'liq aralashib, olimning qarashini elib qanoatlangan, surkilishning foydasi bo'lgan gap. O'zining imomning qarashini tashlab, boshqa mazhabning qarashini olgan gap. Bag'dodlik shogirdlari ولم يختلف قولهم في الحيوان. Mana hayvonotda ularning qarashi boshqa bo'lib qolmadi. Innahu la farqa fi baynal ayb al-qalil wal katir. Az olsun, jiq olsun o'xshash. Ya'ni bahan to'ltirgan bo'lsa, mendisi bo'ldi demoqchi. Faslun wa id qad qulna innal mushtariya yukhayyaru bayna an yarudda al-mabi'a wa ya'khudha thamanahu aw yumsika wa la shay'a lahu. Biz yuqorida setavog'ichan bu aybni ko'rgandan keyin ya shu tovarni qaytarib berish haqqi va yoki yondirmaylan bo'ldi deb qattish haqqi va dedi. Fa in ittafaqa ala an yumsika al-mushtariya sil'atahu. Endi ikki taraf bunda ayblar chiqib qoldi deb ko'tarib kelgandan keyin sotuvchi bilan og'zi ikkisi maslahat qilib, yo'q bo'ldi yondirmayli sizda qolsin deb puchibdi. ويعطيه البائع قيمة العيب. Aşı cizilip ketken ya sürülüp ketken azaq töşk çıqağı ya qarta. Mesela bir konlakni üzgör alğan bolsa, u xaltısını içip şeyde şunda qarsan bir yerdə bir töşk var. Ondan bunu götürüp keldi. Kelgendiken ya konlakni kiyvesler. Lekin muşu bir töşk bolğanlıqdan men sizni jimka qaytarıp beray dese boludu demek.
Shunda aholi bormi? Ba'zida o'tirishlar masalan, ishlarni shu turgan yerda, ko'rolmaydigan yerda bo'lishi mumkin. Bizga ko'ra qaytib bayini qo'shilib, yana o'xshashga deb ketishi mumkin. Fa'ammatu fuqaha al-amsar yujizuna zalik. Bo'ladi ekan. Umuman hamda shu biz ismin bildigan ash fuqahalar, mujtahid imomlarning hammasi degidek az bir qismi boshqacharak desam, umuman hammasi joiz deb qaraydi. Illa ibn Surayj min ashabi Shafi'i fa innahu qala. Ibn Surayj bu Imom Shafi'ning navri shogird hisoblanadi. Ahmad ibn Umar Shirazning qozisi bo'lgan. 306-yili vafot etgan. Bu hamdan katta olimlarning birisi Shafi'i mazhabidagi. Masalan bizning shu Quduriy deymiz masalan, Karxi, Tahaviy deganda bunda olimlardan bo'lgan. Fa innahu qala laysa lahum zalik li'annahu khiyarun fi mal. Bu dabda yaqında qo'lda qilib azroq pul qaytirib yo'q. Bunda qis bo'lmaydi. Chunki bu maldagi bir ixtiyorlik deydi. Tavardagi bir ixtiyorlik. Falam yakun lahu isqatuhu bi'wad. Pululan bu ixtiyorlikni yo'qotamaydi. Deb nima qiyas qildi? Ka khiyar shuf'a. Shafilik haqqi. Shuf'a ixtiyorligiga o'xshatib qildi. Bu demak o'g'ini shafilik haqqini azroq pullar bilan rozi qilib yo'lsab qo'yib nima qilishga bo'lmaydi. Mushunga o'xshash uning pullari bilan ma aytdan rozi bo'lib ketsalar deb yo'lsab qo'yilmaydi demak. Qamlashmasin. Endi bir qiyas qildim. Qala Qadi Abdul Wahhab, Qadi Abdul Wahhab nima biz Maliki mazhabning cho'ng olimlaridan Al-Ma'una degan kitobi bor edi. Va hada g'alat. Bu xato ma bu. Lianna zalika haqqun lil mushtari. Chunki bu mushtarining haqqi, o'zining haqqi. Falahu an yastawfiyahu. Uja to'liq olay desa, o'zining haqqi qaytirma deb ko'tarib kelish haqqi bor. Yani an yarudda va yarja'a bis-saman. Yani qaytirib o'tib pulni elish haqqi bor edi. Yana taqa va lahu an yu'avida ala tarki. Bo'ldi buni da'vo qilib yurmay, men pul qaytirib bersa ketay, qalim tritayli desimi, o'zining haqqi deydi. Yani da'vodan xuddamda tanozul qilib yo'limga ketay deshim, men pul bersa deyish haqqi bor demak. Wa ma zakarahu min khiyar ash-shuf'ati, anda Ibn Surayj khiyar ash-shuf'a qiyas qildi. Lekin u degan bu khiyar ash-shuf'a qaynahu shahidun lana. U bizga dalil bo'ldi. U maqis alayhi musallam emas. Bizning dalil chiqib qoladi buni tashvisak. Fa inna lahu indana tarkahu ila iwadin ya'khudhu. Chunki shafilikning masalasida ishga bir narsa ilib shafilikda voz kechib ketish bunda haqqi bor edi. Menga pul bersa shafilikdan voz kechay deydigan bunda haqqi bor demak ekan. Undan keyin siz qiyas qilganmi qamlashmadi. Qiyas qilgan ishini qarasaqmi pul asli bo'ldi degan gap chiqadi biznikidan. Va hada la xilafa fi. Bunda ona ixtilof yo'q. Ya'ni shafilik haqqiga pul asli bo'ldi degan gap bor, yo'q emas demak ekan. Undan keyin bu Ibn Surayjning nimasini o'zi so'qibdi. Natija nima qilib qoldi o'tirdi? Ey qarta pul asli bo'ldi degan gap jumhurning, ya'ni umum ulamolarning qarish qildi. وفي هذا الباب فرعان مشهوران مش بابتا مشهور işki tarmaq masala var min qibalet tab'id yani bunu parçalash ma'ning bir qismida bir so'zining ichidagi tovarni nechiga ayirish bo'lish masalasidan kelib chiqadigan ikki tarmaq masala var ahaduhuma hal idha ishtara al-mushtari anwa' min al-mabi'at fi safqatin wahida fawajada ahadaha ma'iban bir qatam so'z qilgan chog'da masalan do'konga kirib sir oldik cho'tka oldik Ama çilek aldık, şilim aldık, kağıt aldık, neçe narsini bir aqlam so'dik tutdik. So'dik qilgandan uyga kelsak, supiga masalan ishmaydigan buzuq chiqib qoldi. Yoki qog'ozda bir to'shik kashil chiqib qoldi. Bir necha narsani so'zlashgan bo'lsak, birisida bir ayib chiqib qoldi. Fal yarjo bil jami'a, hammani yondirib biramda, saqnimo, buzuqni qaytirib biramda. أو بالذي وجد فيه العيب جاكش إيت با ناسلم قيتر برمدو فقال قوم ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسك بعض لبتو يا من قيتر برمدو برقلام برسودو وغان يا كي هم أيب سكوسمو أبقلو دو لبتو وبه قال أبو ثور والأوزاعي مشلانın karışıken. İlla yekune kad semma ma likulli wahidin min tilkal anwa' min al-qima. Fakat lan bu daptanda birlan so'zlashib hammasini nashru birlar debman. Balam pumlatlam so'zlashgan bo'lsa, ya meni qaytib birdi, ya kemini olib qoladi. Boshqa hech qanday g'inshilgan nima yo'q. Ammo har birining masalan ba'zi ayrimimiz, masirning manch pul, cho'tkining manch pul, masturgining manch pul, qazning manch pul deb mashunda ayrim ba'zini chiqarib andini jamlab so'zlashgan bo'lsa, u chaqda ayrisak bo'ldi demak. Mesela qog'ozning chataqsi qog'ozni pulda 10 ko'y, 10 ko'ylik shuni bilan qaytirib birib qog'ozni endiratamiz.
فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط. Nağaniken her birinin ayrım bahsi olsa, nimeden satak çıkan olsa, şunu kaytırılıp şunla mendük bir doğan. Buna ıslap yok deydi. وإنما الخلاف إذا لم يسمي. Her biriga bahani atmagan bolsa, pumlaplan so'ldigan bolsa, shu chaqda ıslappa. Lekin ayrım bahsi olsa, şu ayrım bahsini o'zining bahsini qaytirilib, shu narsani qaytirib berdi. Bu so'z arzaimul shu axiratdan shilashmi? Ha, bunu shu axirat demas ekan. Lekin pumlab so'zlashsa, undan ya hammani bir aqlam qaytirdi yoki, chunki uning har birisining bahsi ayrım emas. Bunu qanday yandirib turdi, necha pulga yandirdi? Uning bir baho beksanning qolganining bahsi majhullik qolgan bo'ldi. Va qala qawmun yaruddul ma'iba bi hissatihi min ath-thaman wa zalika bit-taqdir. Mesela shunda pulab olgan taqdirda qog'ozga taxminan bu 10 ko'yliq deb mo'lchallab, unda qaraz qilib mo'lchallardan yandirib turdi. Chunki uning bahsini bekitmaganmiz. Nima? Qog'oz manch pul, sir manch pul demagan. Bunda taxminan hisoblab birdi debdi. Va mimman qala bi hadal qal Sufyan Thawri va ghayruhu wa ruwiya an Shafi'i al-qawlan ma'an. Imam Shafi'da ikki xil qarash yuqoridagi Sufyan Thawrining qarashi va Abu Thawrning qarashi rivoyat qilindi. Va farraqa Malikun faqala Imam Malik bunda ayirib qo'ydi. Yunzaru fil ma'ib, ashuni qaraymiz. Fa in kana zalika wajhu as-safaqati wal maqsud bish-shira'i raddal jami'. Yoki ruddal jami' desak. Shu narsaga qarab boqamiz. Eyib ba bo'lgan ashxorga qarab boqamiz. Agar shu narsa shu savdoning asosiy qismini tashkillaydigan bo'lsa, masalan biz hozir 10 tal ko'ngak oldik. Buningdan 6 ta shundan musturish chiqdi. Ya tugmuch chiqdi masalan. Yo'q bu vajh safaqa oldi. Ya'ni shu savdoninki asosiy qismi deyinga vajh safaqa. Asas qismi ekan, buni qanaqli yandirib turdi deydi. Val maqsud bish-shira. Sotilishga maqsad qilingan asosiy narsa 50% 60% binasi bu. Buni hammani yandirib turdi deydi. Yani vajh safaqa nima deb iboratsa, Maliki mazhabda shu 50% assa, aytishmasa, 50%dan jiqroqi vajh safaqa bo'ldi. Yani asosiy qismi deyken. Yani ko'p qismi degan ma'noda. Shuni qaytirib o'tgan. Va illam yakun wajh as-safaqati raddahu biqimatihi. Unda 50% ish ketmagan bo'lsa, 10% 5% narsa bo'lsa, shuning loyiq pulini tutib qilib qaytirib bermas debdi. Va farraqa Abu Hanifa tafriqan akhar. Imam Abu Hanifa boshqa bir ayirib buni bunda debdi. In wajada al-ayba qabla al-qabd radda al-jami'. Pulni topshirib olishdan ilgari so'zlashibdi. Lekin bir soatdan keyin masalan, ya topshirib olgan bo'lsa, elib ketay deb qo'yib, shu arliqda shunda bir ayib kelib qolgan bo'lsa, hammani qaytirib o'tadi debdi. Va in wajadahu ba'da al-qabd, pulni topshirib bo'lgandan keyin anda ayibni ko'rsa, raddal ma'iba bi hissatihi min at-taman. Ashu 10 ko'nlak namasi 2 ko'nlak shunda bo'lgan bo'lsa, 2 ko'nlak loyiq pulni tutib qilib 2ni yandirib berdi. ففي هذه المسألة 4 أقوال. Undan müşünü xulasasak, muş meselede 4 xil qarash var. İşletkenini qo'yamiz. Ya bi hissati min as-saman, mesela 10 ko'nlakni 10 ko'yda 100 ko'y qolgan bo'lsa, har bir ko'nlak 10 ko'ydan hissa. Nisbisi necha puldan bo'ldi? 10 ko'ydan bo'ldi. 2 ko'nlakni qaytirsak 20 ko'y qaytiramiz. 3 ko'nlakni qaytirsak 30 ko'y qaytiramiz. Yani bir hissati min as-saman degan, shu umum 100 ko'y desak ham nimani? 100 ko'yning ichidagi 3 ko'nlakninki nisbisi qanchalik chiqdi? 30 ko'y chiqdi. Nisbati bo'yicha demak. Şunun ülüşü boyunca yaki. ففي هذه المسألة 4 أقوال. فحجة من منع التبعيد في الرد أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليه المشتري والبائع. 10 ko'nlakni pomlablarmi, boshqa akazalni, shem, ko'nlak, ananasini shundan satgan bo'lsa, buni sizin bir narsa aytib olsa, buni qaytiramiz desa, har birining ayrim-ayrim bahsi bo'lmasa, u bir narsani qaytirgan chaqda bir baho berish kerak. Pul qaytirib berish uchun, nima? Lekin bu bahoni nima qilgan chaqda biz so'zlashganda bunda baho to'xtalmagan. Lekin so'zlashgan chaqda bekitmagan bir baho bilan qaytirib berish bo'lib qoldi buningda. Ve kezalike ellezî yebqa innema yebqa biqîmetin lem yettafiq aleyh. Mesela 2 ko'nakni yandirib 8 ko'nak qolgan bo'lsa, uning bahosini burun değişmagan bo'lgan ekan, bu 80 ko'yga qolib qolsa, bu burun 80 ko'yga o 8 ko'nakni değişgan ahvol yo'q. Nima? U majhul holatda endi qolib qoldi deydi. Ve yumkinu ennehu law bu'idat sil'atu lem yashtari al-ba'd bil qîmeti allati uqima biha. Mesela bu aslida şu 10 ko'nlakni yoki shunda jiq narsani endi bir aqlam oldimi? Bir aqlam elib başında bahoga ma'qul keldi. Asli parchalab oldigan bo'lsa, u bahoda unmaydi bo'ladi. Endi shunda ishli bormi? Biz top ishlarni olsak, hozir bir mashinada kira qilamiz,
Yüz koyularlan buna uyga apağı bulsun ama. Lekin bir yerden parçalap alsakçı. Her birisi yüz koydan kira kılıp çıkında bakıldı. Bunu azırrak anlasak bulmaydı. وأما حجة من رأى الرد في البعض المعيب أن أشياء كلام قايترب باسة قاعدنا قلد سقلب قاس بولد ديالله ولا بد يعني قايتماي بومايد زاده چوقum قايترش kerak deganlar فلأنه موضع ضرورة chunki bu zarurat bo'lib qolgan bir o'rin فأقيم فيه التقويم والتقدير dal bo'lmasmi biz burun uning dal boshini tushungan bo'lsakmi bu zarurat bo'lganlikdan yaqinroq taxminan mo'lcherlab baho bekitish maqomi rido razulab manchpulamiz deganning o'rnida sidi qiyasan ala anna man fata fil bay'i falaysa fihi illa al qiyma xuddi masalan bir narsani setilib qochidan yeb ishirib kiyitib ko'ydirib qilib yandirishib qolsa nimani qaytiribdi qimmatni qaytiribdi lekin o'zini qaytirib olmaydi-ku va shuni yaqin qilgan narsani qimmatni shunga o'xshash bu yerda taxminan mo'lcherlama sirlan qog'ozni bunda olgan bo'lsak qog'ozdan satasqamiz u qog'oz manchi pulloq deb baholab yandiribmiz demak. وأما تفريق مالك بينما هو وجه الصفقة أو غير وجهها وجه الصفقة ديالنا biz so'da qilgan tovarning 50%dan jiqroq bo'lsa vajh safa yani asosini egallaydi degan gapkan. Asosga chataqchisa mundaq asosga emas azroq qismini chataqchisa munda degan munda ayrishning dalili nima? Imom Malikning ayrishini fastahsanun minhu bu istihsan. Da qarab aqli jihatdan muvofiq ko'rib obdan kim munda qilsak degandan iborat. Yani bu istihsanni har mazhabda ayrım tarif qilish mumkin, buni ishlatilishi sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Lekin umuman unda odatki bir nimani munda deb qaragan bir qarashni qo'yib bunda obdaroq ya boshqacharoq bir dalil pishirgandek bo'lib qolsa, ya qiyas avlaviy bo'lib qolsa, boshqa qarashni olsak bu istihson bo'ldi. Yani bu mazhabda tarkil qiyas li qiyasin jali mesela, li qiyasin aqwa minhu degan ma'noda keladi. Lekin ma'nomda hech bo'lmasa aqliy tarafdan bir obdan deb yarab qolgan bir tarafi bo'lg'achqa ma'ni qo'yib ani oldik. Yani islom shariatining ruhi, islom shariatining taqozosi shuni bakrak nima qildi deb ma'ni obdan deb qaragan. Lekin shu istihsonmi usul dalillarining biri qatorida bor. Al-istihsan, sadd az-zara'i, masalih al-mursala, qawl as-sahabi mesela. لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر منه. Çünkü bu eyip kılıp kalan narsa şu soğudukluğun aşı tavarının içinde asas narsa bulmaya kalsa mesela 100 tal narsalı bir talda bir çatak çıkıp kalsa 99 olanırken o meldiyizdiğe işli bağ demek için. O cip bizgen bulup ketmeydi onu. في أن لا يوافق الثمن الذي أقيم به أراده المشتري أو البائع. Yani onun da bu mesela 100 tal narsını bunu 10 köyde bağaldık mesela. Lekin bu 10 köyde bağaldığın della şunda iki taraf tutuşkan aşı bağı del udul kirişken başka çok bir ziyani yok. Darar yasir demek. Haklımı beklunda kayışıp çın turuk etmeydi bunun da. وأما عندما يكون مقصودا لكن أشو صوددن أساس مقصد قلنغان bir qismi bo'lib qolsa أو جل المبيع يعني tovarning ko'p qismi bo'lib qolsa فيعظم الضرر في ذلك. Bunu ziyanchi qo'yib ketadi. Bu hammasi bunda chiqdi mesela. Bunda buzuq chiqqani bak jiq chiqatdi deb yondirib qo'ydi. واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع أو في قيمة المعيب خاصة. Yani وجدا bir qismi ayıplik chiqib qolsa, bu hamda ash ayıplik chiqqanning shuning basilan ta'sir ko'rsamdi, lekin umuman shu hamma so'da ta'sir ko'rsamdi degan masalani ixtilof qildi. Masalan, ba'zi so'dilvan. Har bir eshikda masalan 24 tal chiqadi-ku. Daha çıkıp gelse bu bir tovarni alsak biz her eshikdan 2 taldan 1 taldan sataq chiqadi. 20 sat chiqib, cho'qim bir eshiksa buzuq chiqadi. Chiqqandan keyin unda biz buzuq chiqqan bir eshikdan shuning ba'zi ta'siri shuni qaytirib bunda qilsak masala bo'lamdi yoki bu do'konchi unda qarab bu buzuq chiqib bordi buning sifatida masala ekan ma tovarni yo'q buni saqladimi bir ko'ydan tushunmaslar olmayman deb turilishi mumkin. Bu ehtimollik bor. Çünkü bazı zamanınki 24 tal nasıl kaçangan narsansı bir tallan buzuq chiqishi mumkin. Bazı 10 eshikda bir tal buzuq chiqishi mumkin. Demak, onun sifati yaxshi demakchi. Uning bahsi sal qimmatroq bo'ldi. Har eshikda bizning buzuq chiqadigan narsa bo'lib qolsa, umum saqning bahsimi yana to'rak bo'ldi. Demak, mushunda ikki xil qarash bo'lib qoldi. وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض فإن القبض عنده شرط من شروط تمام البيع. قلوه تبشر إليش
Şu so'zining tamomlanish sharti bo'lg'achqa va ma lam yaqbadul mabi' quliq topshirib olmagan ahvolda fadamanuhu indahu min al-bay'. Yani sotuvchi bu mas'ul bo'lgan gap. Buzilsa to'laydi, ayb ko'rib qolsa to'laydi. Shuning uchun endi ayirib paxta deydi. Wa hukmul istihqaq fi hadhihi al-mas'alati hukmur radd bil ayb. Istihqaq degan nima? Istihqaq degan buning ilgisi bosib chiqib berishdir. Masalan, nima telefonini sotib telefonini sotgandan keyin birelan qo'yib mening telefonim bu mendan o'g'lab ekan yoki buni xabarim yo'qlar bunda titrab chiqlam setib ekan mana men egisi deb kelib qolsa bu kimning haqqi bo'lib qoldi? Boshqa shuncha shaxsning haqqi bo'lib qoldi. Ya'ni mening haqqim deb biz da'vo qilganimiz chiqib qoldi. Nima? Bunda tekshirsak, shunday haqqi ekan. Shuna bu endi kim qaytish kerak? Egisi qaytish kerak. Ya'ni egisi chiqib qoldi deyman o'rtada. Malning egisi chiqib qoldi. Aslan sotqadim egisi emas ekan. Voy bu mening va uyim mening. Sen meni oyimdan qanday sotibsan deb, bir necha yildan keyin egisi chiqib qoldi ashla. Mesela egisi chiqib qolsa, o'sha yondirish kerak-ku. Mesela biz o'yinga deb o'tirib bo'ldik. O'tirib bo'lsak, biraydan kelib, "Siz nima ish qilib qo'ydingiz? Men falonni oldim. Bu meni o'yim to'sib, mendan olmay boshqadan olgan qo'pang" deydigan. Ya'ni endi bu da'voga tushadigan gap, tekshiradigan gap, chivarini tashigan ekan. Rasmi sherinning uyi. Qo'ymishim bilsa, ablab satlab bunu setibdi. Lekin bu uy kim qaytish kerak? Uyning esi qaytadi. Ya demak bo'lgani mana. Va hukmul istihqaq fi hadhihi al-masala hukmur radd bil ayb. Xuddi ayb bilan qaytirib o'tgandek, boshqadan chiqib qolsa-mu, shu esi qaytirib turgan gap. Bu endi hukmul istihqaqni shunday qistirib qo'yib o'tirdik, to'xtalmaylar. O'z yandan-da ikkinchi masala. O'z yandan sen obdan tekshirmasa, chiqmabsa, o'zing joyida tekshirmay boshqa istanmay yolg'on hujjatni rastlab o'ylab qo'yib olsa, deb o'zi tortishi mumkin. Uning gunohi o'ziga. Shu uy so'z qilgan, bunda so'zilda tekshirib, aniqlab hujjat hammasi ravrs bo'lsa, advokatni ishlatib, undan so'z qildi. Bunda ham so'z qildi. Shu ba'zi odamlar masalan da oturup bir yanına yukarıtıp müşiyani azam bir satmakçı toplasa deb qiziqib qoliblan. Bunda bir hujjatlarni bakır efsaludan keyin tekshirsa, u bir qo'ymichi. Demak, xuddamda aytib chiqib qolsa-mu, mana qaytarib-ku, pulimizni olib. Istihqaq qilib qolsa-mu, pulni akladablarma qo'ymichizni elib, uyni egisiga qaytarib. Shunga o'xshash deb qo'yaptim. Bo'lsa yondiramiz, bo'lmasa yondirmaymiz degan gap yo'q. Bo'lmasa yondirmaymiz albatta. Yoki chiqib qolsa, shu egisi chiqib qolgan malga o'xshashlam, yondiramiz. Yoki egisi chiqib qolgan malni o'tma, nima o'xshash? Aytga o'xshash. Ya'ni istihqaqni ma'noga qiyos qiladi. Istihqaqning nimasini bayon qilib qo'ymoqchi ekan bizga. Biz hozir ar-radd bil aybni o'qidik, nima? Istihqaqning ham shunga o'xshash demoqchi. Ya'ni yondiramiz, pulimizni qaytarib olamiz. وأما المسألة الثانية فإنهم اختلفوا أيضا في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدة. عندما إشكال مثلا bu başka şey. İşkeylen bir sözde bir narsını satıyor. Şirkleşip satıyor o şeydi mesela. Feycidan bihi ayban. Onun karısa onda bir ayıp varken, bir öğüne mesela ya bir binanı satıyor işken şirk olan. Karısa ayıp varken, feyurid ahaduma rucu ve yaqbal akhar. Birisi yak yandırıtımız yaptı. Birisi yak yandırmayı oldu işletiyorlar yaptı. Faqala Şafii liman arada ar-radd an yarud. Qaytırmızga şahs qaytıra alaydı deydi. Qaytırman deb qaytırdı ekan. Endi qaytırmayman degani majbur qaytirish kerak. Yoki ayrılib bo'lib qolsam da ikkisining persentini samma o'zingning nasibini qaytaramiz, o'zingning nasibini qaytarmaydigan qo'lda qolsin deyish mumkin. Yoki u majbur ana bilan birga so'rib bilan, chunki u bir bino olgan ekan, o'tirin kesilgan ekan. Qaytırman deganning gapi hisob qilib, uni billah qaytaritish mumkin. Va rivoyat Ibn al-Qasim an Malik. Imom Malikdan Ibn al-Qasim mushu qarashni rivoyat qildi. Bu Imom Ahmaddan bir rivoyat ekan. Va qila laysa lahu yarud. Qaytarmaydi. Ya'ni bu qachilanmaydi degan gap, ya'ni la tataba'ad demak. İkinci qarashmi Imom Abu Hanifa va Imom Malikdan bir qarash, Imom Ahmaddan bir rivoyat bo'lsin. فمن أوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين. Qaytırması buldu degan ayrim ishki so'diga o'xshatdi. Li'annahu qad ijtama'a fihi aqidan. Chunki buningda to'xtamlashdan ishga adam bor. Setavchi ishki bo'lganki ayrim-ayrimda. Wa man lam yujibhu shabbahu bis-safqati al-wahidati idha arada al-mushtari fiha tab'ida radd al-mabi' bil-ayb. Qaytmaydi deganlar buni bir so'diga qiyos qilib turib, bir so'di deb qarab turib, bir so'dida setavchi masalan
setuvchi bir qismini aytib deb qaytarib berma, bir qismi qo'limni qoldi desa, bo'lmaydi degandek bunda qisib turibdi. Qaytaranmaydi demakchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.